Ko'pchilik meni remont videolarim orqali tanigan. Endi bo'lsa sizlar bilan uyimizni shu ko'cha taraf qismini buzib, yangi uy solamiz. Sizlar bo'lsa jarayonni kuzatib turasizlar. Bizga o'xshab yaqin orada uyida qurilish yoki remont qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Andijonda xom ashyolarni optim narxda sotiladigan joyini ko'rsataman. Demak, bu do'kon Soytirkatajda joylashgan. Bu yerga hamma mahsulotlar ishlab chiqarish joyidan to'g'ri keladi. Shu sabab narxlar arzon. Xonadoningiz uchun premium sifatdagi zamonaviy va kamerali eshiklar ham qulay narxlarda. Aboylarni ko'ring, naq 3000 xildan ortiq. Gulli, gulsiz yoki menga o'xshab hech qanday bezaksizini yoqtiradiganlar uchun ham ko'pgina variantlar bor. Samakili, g'ishli aboylarni ham eng qulay narxda shu yerdan topasiz. Namuna uchun devorga yopishtirib qo'yishgan ekan, tekshirib ko'rdim, juda ham mahkam o'rnagan. Bulardan tashqari Rossiya va Turkiya savmesni ishlab chiqargan premium sifatdagi laminat parketlar, lyustralar, devoringiz uchun manzarali miniatyuralar, xullas uyingizni to bitguniga qadar kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Dastavka xizmati ham ishlab turibdi. Do'kon manzili Soydagi Tirkatash bozorini oxiriga kelganinglarda podvalda 3000 xil aboy. Narx-navoni bilish va yoki boshqa savollar bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Instagramini ham qoldirdim. Qurilish yoki remont boshlaganinglarda kerak bo'lib qoladi. Obuna bo'lib qo'yinglar.